519 guruh talabasi Shukurova Ozodda. Bugungi mavzuyimiz nutq va xotiraning o'zaro bog'liqligi. Reja. Birinchisi, nutq tushunchalarining asosiy tushunchasi. Ikkinchisi, xotira va uning turlari. 3. Nutq va xotira o'rtasidagi o'zaro ta'sir. 4. Xulosalar va kelajakdagi tadqiqotlar. Nutq jarayoni va xotira bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Nutq fikr va his-tuyg'ularni ifodalashda muhim rol o'ynaydi. Xotira esa ushbu fikrlarni saqlash va qayta tiklash imkonini beradi. Nutq jarayoni fikrlarni va his-tuyg'ularni ifodalashda muhim rol o'ynaydi. Nutq jarayoni fikrlarni va his-tuyg'ularni ifodalash uchun juda zarur bo'lgan ko'plab tushunchalardan iborat. Nutq jarayoni xotira orqali ma'lumotlarni qayta ishlashda yordamlashadi. Xotira nutq jarayonida muhim rol o'ynaydi, chunki u nutqning mazmunini tushunishga yordam beradi. Nutq va xotira o'rtasidagi bog'liqlik o'rganish jarayonini kuchaytiradi. Nutq va xotira bir-biriga yaqin tushunchadir. Nutq jarayonida xotira muhim ahamiyatga ega. Nutq va xotira o'rtasidagi bog'liqlik shuningdek odamlarning muloqot qobiliyatini oshiradi. Nutq va xotira bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Xotira esa nutq jarayonlarini qo'llab-quvvatlaydigan, chunki biz nutqimizda foydalaniladigan so'zlar va iboralar xotiramizda saqlanadi. Nutq va xotira o'rtasida